Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 9-oyning 1-kuni. Tunugun Reuters agentligida bir yaxshi xabar e'lon qilinibdi. Amerika hukumatining Tayvan ishlariga mas'ul, Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Steven Apandi bundaq bir bayonotni e'lon qildi. U bo'lsa-mu Tayvan to'g'riliq sir bo'lib saqlanayotgan 6 turlik kapolat nomini butunlay oshkorlaydi ekan. Uningdan boshqa Tayvan Amerika o'rtasidagi erkin savdo suhbatini rasmiy holda boshlaydi ekan. Bu ikki asosli xabar Tayvan hukumati uchun intayin xo'shalnorli xabar ekan. Bir xo'shalnorli xabar bo'lsa, bundan keyin Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi savdo munosabat texnik kuchayib, Tayvan hukumati texnik isil imtiyozlarga erishib, Amerika bozorida texnik savdo tijoratini kuchaytirib, pulni jiq tepib, o'zini texnik kuchaytirib, fashist Xitoy hokimiyatiga taqobil turishda texnik kuchli asos soladi ekan. Yana bir xo'shalnorli xabar bo'lsa, Amerika hukumati maxfiy saqlab kelayotgan Tayvan to'g'riliq 6 turlik kapolat nomini oshkorlab, Tayvanning bexatarligini qo'g'dashda texnik zo'r kapolatlikka ega qilishgan. Bu 6 turli kapolatlik nomini asli 1982-yili Amerika va Xitoy kommunist hokimiyati bilan rasmiy diplomatiya munosabatini o'rnatganda sobiq prezident Reagan apandi shu mezgildagi Tayvanning prezidenti Jang Jungo apandiga telefonda 6 turli kapolat nomini bergan. Bu 6 turli kapolat nomini yozma xarakterida qoldirib, shu mezgildagi Amerika hukumat bosh kotibining imzosi shu mezgildagi davlat mudofaa ministrining imzosi bilan imzolandirib, uningdan keyin Amerika davlat bexatarlik organining bexatarlik shkabida saqlangan ekan. Lekin nurg'un odamlar bu 6 turli kapolat nomini anglagan bilan, lekin haqiqiy yozma shakldagi isbotni hech kim ko'rib boqmagan ekan. Buning haqiqiy isboti tunugun Reuters agentlik xabarida oshkorlanibdi. 6 turli kapolat nomi jami 3 cho'ng qismga bo'linib, birinchi cho'ng qism bo'lsa, Amerika davlati har vaqt cheklimi yo'q shaklda Tayvan hukumatiga o'zini qo'g'dash qurol-yarog'larni ta'minlab turdi ekan. Xitoy kommunist hokimiyatimi cheklayolmaydi ekan. Ikkinchi cho'ng qism bo'lsa, Amerika hukumati Tayvan hukumati va Xitoy hukumati o'rtasida yarashtiruvchi bo'lmaydi ekan. Tayvanga besim ishlatib, Xitoy bilan yaxshi bo'lish to'g'risida Amerika besim ishlatmaydi ekan. Uchinchi cho'ng qism bo'lsa, Tayvanning egilik huquqi to'g'risida Amerika davlati uzun muddatlik to'g'ri maydonda turib qaraydigan. Amerika va Tayvan o'rtasidagi Amerika-Tayvan munosabati o'zgarmaydiganligi aniq yozilgan ekan. Mana bu ayni vaqtdagi prezident Reagan apandim Tayvan hukumatiga, Tayvan jamiyatiga zo'r umidlarni paydo qilgan ekan. Hamda shu ayni vaqtdagi 6 turli kapolat nomini e'lon qilishning o'zi Amerika davlati ayni vaqtida Tayvanga bergan va'dasini hozirmi amal qildiganligini, bundan keyin Tayvan davlatini texmo qat'iy qo'g'daydiganligini bildirdi ekan. Bu 6 turli kapolat nomi orqali Amerika butun dunyo oldida Tayvanni qo'g'dash irodasini bildiribdi. Amerika yana bir jihatdan Tayvanning xalqaroda obrazini o'rnini ko'tarish uchun Tayvanning iqtisodining texmo bo'sish xarakterida taraqqiy qilish sharoitini yaratib berdi ekan. Amerika hukumati xuddi Kanada davlati, Meksika davlatlari bilan alohida savdo imtiyoz suhbatini hozirlagandek Tayvan hukumati bilan darhol savdo suhbatga o'tirdi ekan. Steven apandining deyishicha, Amerika davlati Tayvan bilan davolanish sug'urta jihatda, to'g'ri ishlab chiqarish jihatda, yerim o'tkazgich texnika jihatda Tayvanning oldin qator mahsulotlari bilan savdoni texnik kuchaytirdi ekan. Bo'libmi Tayvanning Tayjidian shirkatiga texnik yaxshi sharoitlarni yaratib, Amerikada keng ko'lamli zavodlarni qurishga sharoit yaratib berdi ekan. Tayjidian deganimiz hozir Tayvanning nozik fan texnik uskunalariga eng nozik chip mahsulotlarini ishlab chiqaradigan cho'ng shirkat. Tayvan hukumatimi Amerikaning yezilik mahsulotlarini, bo'libmi go'sht mahsulotlarini Amerikadan keng ko'lamda sotib oldi ekan. Tayvan hukumati bilan Amerika hukumati o'zaro savdo munosabatini kuchaytirib, Tayvanning iqtisodining taraqqiy qilishi uchun zo'r imkoniyatlarni yaratib berib,
o'zaro yaxshi hamkorlashib, mutham Xitoy davlatiga ajallik zarba berish uchun yaxshi asoslarni turg'izdi ekan. Buningdan biz nimani tushunib olamiz deganda, Amerika hukumati Xitoy kommunist hokimiyatiga 40 yil iqtisodiy jihatda taraqqiy qilish uchun zo'r imkoniyatlarni yaratib bersa, Xitoy hukumati iqtisodiy jihatda kuchayib, Amerikaning o'rniga chiqmoqchi bo'lgan. Hamda Amerika davlati Xitoyni savdo iqtisodiy jihatda vayron qilib, Tayvanni burunqi Xitoyning o'rniga dastadigan vaziyatni shakllantirdi ekan. Uningdan boshqa biz 2 kunning oldida deb o'tganga o'xshash, Chex Jumhuriyatining parlament ministri Tayvanda ziyorat qilib, ham Tayvanning siyosiy maktabida nutq so'zlab, nutqida qimmat ko'z qarashi o'xshaydigan davlatlar cho'qim o'zaro bir-birini qo'llash kerak. Mana men bugun Chex Jumhuriyatiga vakolatan Tayvanni qo'llash, Tayvanning xalqarodagi o'rnini texmi qo'llash. Biz ikki davlatning qimmat ko'z qarashi birdek. Chex Jumhuriyatimi kommunizmning ziyonkashligiga ig'ir uchragan davlat, lekin Chex xalqi o'zining qimmat ko'z qarashini qo'g'dashda g'alabalarga erishgan, kommunizmning mustabid tuzumini oyoqlashtirgan Tayvan xalqimi oq terrorizmga qarshi turib, demokratiya yo'lini qo'g'dashda zo'r to'hfalarni yaratgan. Shunga Tayvan xalqining demokratiya qimmat ko'z qarashi bilan Chex Jumhuriyatining demokratiya ko'z qarashi o'xshash degan. Mana shu mezgilda Xitoy kommunist hokimiyatining bayonotchisi Chex Jumhuriyati bir Jungo davlatining ichki ishlariga aralashgan, shuning uchun Chex Jumhuriyati ig'ir bedel to'laydi deb bayonot beribdi. Shuning bilan Chex Jumhuriyatining tashqi ishlar ministri Xitoyning bayonotidan xabardor bo'lib, Chex Jumhuriyatida turishliq Xitoy bosh konsul elchisini darhol chaqirib, Chex Jumhuriyatining tashqi ishlar ministri Xitoyning bosh elchisidan tushuntirish berishini so'rab, bizni ig'ir bedel to'laydi debdi. Qanday qilib ig'ir bedel to'latkizdi ekan? Xitoy davlati hozirgi Chex parlament ministrini o'ltirmoqchimi yoki Chex davlatiga sizlar atom bomba tashlamsizlar, ig'ir bedel to'laydi degan zoti qanday gap? Mushunga javob beringlar deb Xitoy bosh elchisidan savol so'rabdi. Biz buningdan qanday vaziyatni ko'rib olamiz deganda, Yevropadagi eng kichik bir Chex Jumhuriyati Xitoy davlatidan qo'rqib qolmagan. Chex Jumhuriyatining bundaq pozitsiyada turishi Yevropadagi Germaniya, Fransiyadek cho'ng davlatlarni xijil qilib qo'ygan. Yaqinda Tayvanga Amerika davlatining Sakya ministri berib ziyorat qilgan. Hamda bundan keyin Tayvanga Amerikaning davlat mudofaa ministrimi ziyorat qiladi ekan. Uningdan keyin davlat ishlar bosh kotibimi ziyorat qiladi ekan. Oxirida Amerikaning prezidentimi Tayvanga rasmiy davlat xarakterlik ziyoratlarda bo'ladi ekan. Hamda Chex Jumhuriyatining aktiv harakatga o'tishi bilan Yevropa davlatlaridagi har qaysi davlatlarmi qadam bosqish bilan Tayvanga ziyoratlarda bo'ladi ekan. Shundaq ahvol zodi nima uchun yuz berdi deganda, buning tub sababi Xitoy fashist hokimiyatining chet davlatlarga kengaymichilik ilib berish, ichki jihatda o'zining xalqini proletariya diktatori bilan bostirish, bo'libmi Uyg'ur xalqini, Tibet xalqini fashist Gitlerga o'xshash irqiy qirg'inchilik qilish, Uyg'ur millatini yo'qotishdek yovuz qilmishlari sabab bo'lgan. Xitoy kommunist hokimiyati bo'lsa, sepi o'zidan fashist hokimiyati, fashizmli hokimiyatni yo'qotish uchun cho'qim harbiy urush ichish kerak. Buningdan keyin bu yovuz hokimiyatni tubdan o'zgartgani bo'ladi. Hozirgi Xitoy hokimiyati bo'lsa, ayni vaqtdagi Yaponiya hokimiyati bilan intayin o'xshaydi ekan. Oldingi asrdagi Sharqiy Osiyo, G'arbiy Tinch okeandagi eng qudratli davlat Yaponiya bo'lib hisoblangan ekan. Hozircha desa yanala Sharqiy Osiyodagi va G'arbiy Tinch okeandagi eng kuchli davlat Xitoy davlati ekan. Hozirgi Xitoy davlati bo'lsa, oldingi asrdagi Yaponiya fashizm davlati bilan hech qanday farq yo'q ekan. Fashizmning aloyligi bo'lsa, tashqi jihatda kengaymichilik qilish, ichki jihatda o'zining xalqini bostirdi ekan. Mana hozir Xitoy hokimiyati bo'lsa, Uyg'ur xalqini, Tibet xalqini irqiy qirg'inchilik qilgandan boshqa, ichki Mong'oliyada davom qilayotgan qo'sh tillik ma'rifni amaldan qoldirib, maxsus Xitoy ma'rifini ilib borgan. Buningga qarta Mong'oliya xalqi necha kundan beri noroziligini bildirgan. Xitoy hokimiyati buning qarta ichki Mong'oliyaga ko'plab askar, tanka, bronik qatorliq qismlarni yo'tkab, Mong'ol xalqini tubdan qirib yo'qotishning tarafdori bo'lyapti. Biz bu vaziyatni hozirgi video ekranlarda ko'ra olamiz. Xitoy hokimiyati tarixdan tortib tinchlik bilan hukumatga norozilik bildirsa,
Xitoy hokimiyati buning aksicha terrorlik usul bilan qonli qirg'in qilgan. Bundaq fashist hokimiyatni yo'qotish uchun Amerika hukumati harbiy kuch jihatdan barg'ansir Xitoyga besim shiltib, Xitoy hokimiyati qarta harbiy kuch tayyorliqlarni kuchaytiryotdi. Bulubmu yaqindan buyon Amerikaning davlat mudofaa ministri Esper Efendi Xitoyni dengizdan qonini bo'g'ish uchun birinchi orol zanjirlari bilan ikkinchi orol zanjirlarini ko'zdan kechirib, bu rayonlardagi harbiy mudofaani oldi bilan kuchaytmoqchi. Birinchi orol zanjirlari deganimiz Yaponiya davlatidan boshlab g'arbiy janub qarab tuvallab Okinawa orli, Senkaku orli, toki Tayvan, Filippin, Indoneziya qadar birinchi orol zanjirlari deb atildi ekan. İkinci orol zanjirlari deganimiz Yaponiyadan boshlab janubga qarab so'zilib, Guam orli, Saypan orli, Palau orli, Mariana orli va Avstraliya davlatiga qadar ulandi ekan. Bu ikkinchi orol zanjirlari deb atildi ekan. Amerika davlati mana mushu birinchi orollar zanjirini va ikkinchi orollar zanjirini mustahkam qo'g'dab, bu rayonlardagi Amerika davlatining harbiy kuchini kuchaytirib, Xitoy davlatining tuyuqsiz Tayvanga hujum qilishining oldini oladi ekan. Amerika armiyasi Tinch okeandagi harbiy kuchini paydin-pay kuchaytirib, Xitoy hokimiyatining nafas ilishini bo'g'ib tashlaydi ekan. Hozirgi Tayvan bo'lsa, Amerika Xitoy o'tirsida urush portlashdiki asosliq sababning birisi bo'ladi ekan. Xitoy hokimiyati tuyuqsiz Tayvanga hujum qilib, Tayvanni qaytarib olish yo'lini tanlashga majbur bo'ladi ekan, yoki bo'lmasa Tayvan bilan Amerika ikkisi kuchayib, hozirgi Xitoy fashist hokimiyatini yo'qotadi ekan. Shunga 2-Dunyo urushida Yaponiya Amerikaning Harbor orlig'iga tuyuqsiz hujum qilgandek, Xitoyning Tayvanga cho'qim tuyuqsiz hujum qilish ehtimolligi cho'nkan. Shunga Amerika hukumati bundan keyin Tayvanni harbiy jihatda butun kuchi bilan kuchaytirdi ekan. Tayvanni harbiy jihatda kuchaytirish orqali Xitoy hukumatini iqtisodiy jihatda keng ko'lamlik qamal qilib, urush qilish yo'liga majburlaydi ekan. Xitoy hokimiyati urush qilish majburiyatini tanlaydi ekan. Xitoy hokimiyati urushga kiradi ekan, gumron bo'lishi bilan oxirlashadi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.